Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Darsi hadis davomimizda yana bir hadisi sharifni tarjima va qasqacha mafhumini xizmatingizga taqdim etamiz. An ummil mu'minina Aisha radhiyallohu anha qalat: Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ترجمة: Hazrat Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat bo'libdirki, aytibdilar: Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyuribdilar: Har kim bu dindan bo'lmagan narsalarni paydo qilsa, ul narsa marduddir. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilibdilar. Muslimning yana bir rivoyatida har kim bizning hukmimiz bo'lmagan bir amalni qilsa, ul narsa marduddir deb kelibdir. Bu hadisning mafhumi: bu hadis bid'atning bayonidadir. Alloh taolo dinda kamlik qoldirmay, komil qilib bergandir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinan. Moida surasi 3-oyat. Bugun sizlarga dinlaringizni komil qilib berdim. Ne'matimni sizlarga tamomiga yetkazdim. Islomni sizlar uchun xush ko'rdim deb oyat-i karimada buyuradir. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech bir narsani qo'ymay din to'g'risida bayon qilib bergandirlar. Bizga biror yangi narsani dinda paydo qilmoqqa ehtiyoj qo'ymagandirlar. Dindagi chiqarilgan bid'atlarni hasana, sayyi'a deb ikkiga bo'lmak joiz emas, balki hammasi sayyi'adir. Ba'zilar aytabilirlarki, hadis-i sharifda kelibdir: birov bir yaxshi sunnat paydo qilsa, unga savobi tegur. Qiyomatgacha unga qilganlarining savoblarining barobaridan savob tegur. Valokin bu hadisning oxirida bir kishi tark qilinib qo'ygan sunnatni ihyo qilsa, ya'ni zinda qilsa deb kelgandir. Shuning uchun bid'ati hasana yo'qdir. Ammo dinda bor narsalarni boshqa tarzda ado qilinsa, ul bunga qo'shilmaydir. Bundan ziyoda ko'rmak istaganlar muhaqqiq ulamolarning so'zlarini ko'ra bilirlar. Alloh taolo hammamizga amal qilishni tavfiq nasib etsin. Amon qolinglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.